To'xta shogird. Oldin bosh yuvmaymizmi? Bosh yuvish shartmi? Bosh yuvmasak ancha vaqtni tejaymiz-ku. Yo'q, unaqasi bo'lmaydi. Albatta bosh yuvishimiz kerak. Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bosh yuvish texnikasi darsligini ko'rib chiqamiz. Bosh yuvishdan avval albatta sochig'i qo'yib olamiz. Mijozi kiyimi qo'l bo'lmasligi uchun. Soch yuvishdan oldin suv haroratini tekshiramiz. Shampun turini tanlaymiz va mijozga qulaylik yaratamiz. Suv harorati juda ham issiq yoki sovuq bo'lmasligi kerak. Ideal harorat iliq suv hisoblanadi. Bosh yuvishda o'zi qanaqa shampun tanlash kerak? Hamma soch har xil bo'ladi. Shampunni bevosita sochga emas, avval qo'lga olib ko'pirtiramiz. Keyin sekin surtamiz. Sochni tortib emas, bosh terisini aylana harakat bilan yuvamiz. Boshni qattiq bosib yuvmaymiz. Bosish og'riq beradi. Soch yuvish mijoz uchun dam olish jarayoni bo'lishi kerak. Yana bitta muhim qoida bor. Agar mijoz jim bo'lsa ham, uning yuz ifodasi va harakati doim kuzatiladi. Agar noqulaylik sezilsa, darhol to'xtab, mijozdan so'rash kerak. Jimlik har doim qulaylik degani emas. Suv issiq emasmi? Yaxshi. Boshda shampun qoldig'i qolmasligi shart. Agar qolsa, teri qichishadi, kepak paydo bo'ladi. Mijozda norozilik seziladi. Sochni sochiq bilan qattiq ishqalab emas, sekin bosib quritamiz. Ho'l soch eng nozik soch. Shu paytda ehtiyotsizlik sochga shikast yetkazishi mumkin. Xo'sh, shogird, bosh yuvish texnikasi tushunarli bo'ldimi? Tushunarli. Agar sizlarga ham shu kabi ma'lumotlar qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, bizni videolarni kuzatib borishda davom eting. Soch yuvish bu qo'shimcha xizmat emas, bu ishning boshlanishi. Agar soch toza bo'lsa, soch olish oson va kesim tekis chiqadi. Hamma soch bir xil emas. Yog'li soch yengil tozalovchi, quruq soch namlovchi, oddiy soch balanslangan shampunda yuviladi. Nima bo'lsa, shuni surtish usta xatosi hisoblanadi.